أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram jamoatimiz, bugungi kundagi so'z yuradigan mavzuyimiz Baqara surasidan 183, 184 va 185 oyatlar bo'ladi. Mana shu oyatlarimiz Ramazon oyimizga va tutadigan ro'zamizga taalluqli bo'lgan ba'zi bir hukmlar shundan kelib chiqadi. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Bu Baqara surasining 183 karimasi. Bu oyat karimaning mazmuni shu bo'lyapti ekan. Ey iymon keltirganlar, sizlarga ro'za tutish farz qilindi, xuddi sizdan oldingi o'tib ketganlarga farz qilingandaqa. Shoyatki taqvodorlardan bo'lsanglar, taqvo qilsanglar deydi. Demak, bu ro'za tutish umum mazmunda. Biz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlariga xos ishmas ekan. Bu Odam alayhisolatu vassallamdan kelayotgan ibodat ekan. Lekin bu ibodatni farz bo'lishligi boshqa ummatlarga farz bo'lgandaqa sizlarga ham farz bo'ldi. Lekin u ummatning u tutadigan ro'zasi siz tutadigan ro'zani muddatiga emas, sanog'i siz tutadigan oyda emas va siz tutadigan muhlatda emas. Demak, har payg'ambarni tutgan ro'zasi o'z davrida ma'lum bir sanoqlar bilan, ma'lum bir oylar bilan, ma'lum bir muddat ichida bo'lgan. Endi navbat sizlarga ham farz qilindi bu ro'za. Lekin qaysi kunligini Xudo taolo qanchalik aytayotgani yo'q bunda. Ajab emaskin, sizlar ham o'zingizdan oldingi ota bobolaringiz Odam alayhisalomdan to shu sizning davringizga kelgangacha musulmonlarga farz qilingandaqa ro'za tutibsizlar ham taqvo qilsanglar, ya'ni do'zaxdan qo'rqib, Robbingizning g'azabidan qo'rqib, solih amal qilsanglar deb biz sizlarga bu narsani farz qildik deyapti. Navbatdagi 184-oyat karima. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum marizan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khayran fa huwa khayrun lahu wa an tasumu khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallohul azim. Bu oyatda endi Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, ayyaman ma'dudat, bir qisqa sanoqli kunlar xolos tutadigan ro'zangiz. Boshqa ummatga o'xshab 6 oylab, 3 oylab, yillab tut demaymiz sizga. Ma'lum bir sanoqli kunlar. Bu arablarda ma'dud degan so'z sanoqli kunlar degan narsa qaraq nafasiga aytilar ekan. Qarag'an tepasiga boshqa gap ketar ekan. Demak, bu oyatdan ma'lum bo'lyapti ekan, sanoqli kunlar, ozgina kun sizga farz qilindi. Faman kana minkum marizan aw ala safarin. Endi Alloh aytayapti ekan, sizlardan kimlardir shu biz farz qilgan sanoqli kunlar ichida kasal holatda bo'lsa yoki o'sha kunlarda safarda bo'lsa, fa'iddatu min ayyamin ukhar, boshqa kuni qazosini tutib beradi.
Demak, ketish yo'q. Biz doim aytamiz. Nimaiki narsani Alloh sizni bizga farz qilgan bo'lsa, ibodatda bu narsani kechmaydi. Albatta sizdan bizdan buni talab qilib oladi. Qazosini bo'lsa ham talab qilib oladi. Yana qaytamiz eski mavzuyimizga. Namozni Xudo kechiradi deb gapiradigan, ba'zi bir yengil qaraydigan, o'zlaricha dinni yengillashtirib xalqqa mehribon bo'lib ko'rinadigan ba'zi bir domlalar, qo'shtirnoq ichidagilar namozni qazosi yo'q deydi. Biz oyatga sinchiklab quloq solsangiz, faman kana minkum marizon, kim ichingizda sizlardan kasal bo'lsa deyapti. Kasal degan so'z umum ma'noni oladi. Har bir narsani daqiq ekir-tikirigacha bir e'tibor bermasangiz, yuzaki tarjima bilan, masalan, kasal bo'lsa, tutmasa bo'lar ekan desa, birovni tishi og'riyapti ekan. Kasalman deydimi? Birov shamollab qo'ygan. Birov bir qo'li sinib qo'ygan, Xudo saqlasin, endi hammamizni ham. Kasalda shular hammasi. Hech istima chiqyapti, kasalman. Mana Qur'onda kasal bo'lsa tutmasin degan ekan deb tutmay qo'ysa bo'ladimi? Shu kasal qaysi kasal desa, gap qayerda ketyapti? Gap ro'zada ketyapti. Gap ro'zada ketayotgandan keyin bu kasal ro'za tuttirmaydigan kasal degan kasal bu. Ko'ringanki nomiga kasal bo'ladigan bo'lsa, banistadagi hamma tutmay qo'yishi mumkin. Poliklinikada o'chirib turganlar ham hammasi kasalman deb turgan, vrach ko'rishga kiradiganlar. Ular ham tutmay qo'yadi. Mana kasal deyapti deydi. Shuning uchun bu yuzaki, zohiriy, tashqaridan bo'layotgan tarjima bilan uni ichki botiniy maqsadini tushunish uchun tafsirga murojaat qilish kerak bo'ladi. Va fuqaholarimiz shu oyatga bergan fiqhiy nazariyasiga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Chunki haqiqatdan bunday o'ylab qarasangiz, hozir hamma tutmay qo'yaveradi-da. Sog'dom o'zi yo'q hozir. Meni ham oyog'im og'riyapti hozir belim bilan. Kasalman-da, tutmasam bo'laveradimi? Mariz deyapti, kasal bo'lsa deyapti. Gap qaysi ibodat deb ketyapti. Gap ro'za tutish deb ketyapti. Demak, bizni ro'za tutmasak bo'laveradi deydigan kasalimiz shu ro'za tutishga xalaqit beradigan kasal bo'lishi kerak. Shu ro'za tutsak, shu kasalimiz tuzalmaydigan yo avj olib ketadigan bo'lsa, uni keyin tutma deyapti. Lekin tutmaganingiz bilan nima deyapti Xudo taolo? Tutib berasan keyin deyapti. Kasalni bergan kim? Parvardigor o'zi berdi bu kasalni. Masalan, birovni oshqozoni kasali. Shu kunda shu oshqozondagi shu yarasi avj olib, qattiqroq og'rib qoldi, burab qoldi. Dardni bergan o'zi Parvardigor. Lekin dardni bergan yengillik berib, o'sha kun tutmay tur. Lekin boshqa kun tutib berasan. Qutulmaysan shu kasaling bilan deyapti. Yoki kimdir safarda bo'lsa deyapti. Safarga chiqdim deganda hamma yoq safar. Birga borib kelsalar safar bo'laveradimi? Umumiy safar. Bunda ham shu qaysi safar? Shariatda ko'rsatilgan shu bizi mazhabdagi 3 kecha kunduzlik safar bo'ladi. Kimga o'sha otda yuradiganga otda yurishcha 3 kecha kunduz, piyoda yuradiganga piyoda yurishcha 3 kecha kunduz, kemada yuradiganga kemacha yurishda 3 kecha kunduz. Demak, bu sizga bizga bunday hadisni o'zidan oladigan bo'lsa, fuqaholarga murojaat qilmasdan 3 kecha kunduz masofaga boradigan odam qaysi vosita bilan borsa, o'sha vosita bilan 3 kecha kunduz. Undan keyin bu odam musofir bo'ladi. Endi bugungi kunda samolyotga o'tirgan odam 3 kecha kunduz uchadigan bo'lsa, qayerda musofir bo'ladi u? Musofir bo'lmaydi. To'g'rimi? Mashinada ketayotgan yoki poyezdda ketayotgan odam 3 kecha kunduz yuradigan bo'lsa, qayerda musofir bo'ladi? Shu yerda bir
mazhabga yurmaymiz. Mazhab bizni mazhabga tashlatadiganlarga gapim borda. Hanafiy mazhabimiz oyatga, hadisga yurmasmish. Ular oyat, hadisga yurar ekan. Xo'p, siz oyat, hadisga yuradigan bo'lsangiz, deyman-da. Namozni juplab o'qiydi bular. Hadasa biz safarga chiqqanmiz, safardamiz deydi. Xo'p, sunnat o'qimaymiz deydi. Nimaga safarda o'qimas ekan? Xo'p, bo'pti, mayli. Sizlar aytgan ham bo'lsin. O'zi to'g'ri emas bularning qilayotgan ishi. Shular aytgan ham bo'lsin. Shu safarga chiqsangiz, demak siz namozni ikkita farzni, peshin bilan asrni, shom bilan xuftanni juplab o'qishlikka hujjatingiz bor hadisda. Bor deydi. Sunnat o'qimasi sunnat deb da'vo qilasiz. Bor deysiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni sunnat o'qiganlarni tan olmaysiz. Tahajjud o'qiganlarni ham tan olmaysiz. U hadisdan zaif deysiz. Xo'p deymiz. Bo'lmasam biz sizga savol beramiz. Qachon siz musofir bo'lasiz desak, misol 100 kilometrdan keyin deydi. Biz u kishiga savol beramiz. 100 kilometrdan keyin musofir bo'lasan degan hadis yoki oyat keltiring bizga deymiz. Bormi yo'qmi 100 kilometr degan oyat, hadis? Yo'q. Hadislarda shu 3 kecha kunduz, 2 kecha kunduz, 1 kecha kunduz degan gap keladi. Va kim qana yurishda yurayotgan bo'lsa, o'shin bilan piyoda yuradigan piyoda, ulovda yuradigan ulovda hisobi ketadi deydi. Endi shundan kelib chiqib biz zamonga taqqoslab, siz poyizga chiqqan bo'lsangiz, eng kam mazhabni ushlagani 1 kecha kunduz degan gap bor. Siz 1 sutkadan keyin musofir bo'lasiz, poyizda 1 sutka yuring deymiz. Necha kilometr yuradi bugun u? Faraz qiling. Yoki mashinada ketyapti. Siz 1 sutkadan keyin musofir bo'lasiz deymiz. Masalan, biz shu Perevalimiz Bishkek tomonga boradiganmiz, 10 soatda kirib borasiz Bishkekka, to'g'rimi? Bu Perevalga. 10 soatda orqasi yana qancha bor bizga? 14 soat bormi? Bir kecha kunduz oladigan bo'lsa, 14 soatdan keyin biz qayerga yetib boramiz? Endi Bishkekgacha bir 700-800 kilometr adashmasam. Uni u yog'iga tekis yo'l yurib haydaydigan bo'lsa, u 1000-1500 kilometr deganda, uniki bu odam musofir bo'lish kerak. Ha, bu Andijonga tushib olib musofirman deb da'vo qilyapti bular. Qo'shni yerga tushib olib. Samolyotga chiqib ketadigan bo'lsa, umuman aeroportda ko'rsangiz bularni xotirjam 8 soat, 5 soat narigi samolyotga chiqish uchun kutyapti zalda. Sunnat o'qimayapti, qarab tursangiz. Qo'shib o'qib qo'yapti. Hadisda biz musofir deb bekaram yotibsan shu yerda. Qilarga ish yotibsan-ku, 8 soatlab yotibsan. O'qisang bo'lmaydi shu sunnatni. Shu juplamasini vaqt o'qisang ham bo'laveradi, ziqmas-ku vaqt desangiz, ya hadisda bor deydi. Ha, bo'pti, hadisda bor. Sen qachon musofir bo'lasan samolyotga chiqqaningda? Yana aytaman, yana eng qisqasini olyapman. 1 sutka samolyot uchsa qayerga boradi bilasizmi? Amerikaga bir marta borib kelsa kerak, adashmasa. Qachon musofir bo'ladi endi bu? Bu musofir bo'lmaydi hech qachon. Musofir bo'lmagandan keyin nimaga keyin bir kecha kunduzlik masofaga uchmaydi-da u. To'g'rimi? Bu demak musofir bo'lmagandan keyin bu namoz juplab ham o'qiy olmaydi, namozni qasr ham qila olmaydi, sunnatini ham tark qila olmaydi agar hadisdan hujjat istasa. Endi bu qayerdan oldi bu gapni? Fatvodan oldimi, mujtahidlardan oldimi? Mujtahiddan fatvo olgan bo'lsang, nima uchun bularni fatvolaridan foydalanasan-u? Bularni yo'lini noto'g'ri oyat hadisga yurmaydi iddao qilasan, o'zing qaysi yo'lga yuryapsan degan odam yo'q. Tushuntira oladimmi? Bular shunchalar aqllari zaifkin, nima deyotganini, qayerga tosh otayotganini va qayerdan oziq olayotganini o'zlari bilmaydi. Ana endi shu Alloh taolo safarda bo'lsangiz deganda qaysi safar? Bu shar'iy safar. Ya'ni hozir biz aytayotgan bizning mazhab bo'yicha 3 kecha kunduzlik masofaga chiqqan bo'lsa, o'shanda bu odam roza tutmasa mayli deb ruxsat bo'lyapti shu oyatda. Lekin fa'iddatun min ayyam ukhar. Boshqa kunlarda shuni salog'ini qo'yib berasan. 10 kun tutmagan bo'lsang 10 kun, 5 kun tutmagan bo'lsang 5 kun, 1 oy tutmagan bo'lsang 1 oy qaytib shu ro'zani tutib berasan deyapti.
Va alallazina yutiqunahu fidyatu ta'am miskin. Navbatda Alloh taolo aytibdi. Bu oyat ulamolar, mufassirlar o'rtasida mazmuni kuchdan qolgan deb turib sharhlash bor. Bu kuchda turibdi deb sharhlash bor. Endi buni aslini olib dek kuchdan qolgan ma'nosida oladigan bo'lsak, bu yerda oyat va alallazina yutiqunahu, bu fidyatun ta'am miskin. Bu islomni dasti avvalida bo'lgan bir qoida bo'lib, kimi ro'za tutish qo'lidan kelmasa degan gap chiqadi. Bir ma'noda qo'lidan kelsa degan ma'no chiqadi. Yutiqunahuni oldiga tafsirda la'ni olib kelib, la yutiqunahuni olib kelsa, ro'za tutolmaydiganlarga deb keladi. La qo'ymasdan o'zini qiladigan bo'lsa, bu yutiqunahu degan hu zamir pidega ketadi deydi. Shunda biz hozir la qo'ymasdan, yo'q degan so'zni qo'shmasdan buni kuchdan qolgan ma'nosini aytamiz. Kim miskinga taom berishga yarasa, ro'za tutmasin, miskinni qonini boqsin degan ixtiyoriy usul ketgan boshida. Miskin boqolmaydigan ro'za tutsin, boylar miskinni qonini boqsin. Tushunarli bo'ldimi? Bu ham bir o'sha vaqtni bir siyosati ketdi. Bu siyosatda nima bor deyilsa, boylarni bilasiz, joni shirin. To'g'rimi? U ro'za issiqda keladi. Ularni tashnaga, ochlikka toqati yo'q boylarning. Xuddi bizning hozirgi boylardaqa boy ular. Ular ham kelib joy namozni ham yaxshi yerni istaydi. Masjidda ham konditsioner bor joyni istaydi. Iloj bo'lsa oldida o'tirgan odamlar ham buni tabiat to'g'ri keladigan odam bo'lsa, bu toza yerni, hidi xushi yo'q joylamashni joyni istab yoki bo'lmasa shahar bo'yicha masjid istaydi bular. Ovqatlarni ham tollab yeydi, oshirib yeydi. Bitta ovqat yeyungacha 5-6 salb etgan tugatib yuboradi. Karandachilik qilib. O'sha karandalarga deyapti Alloh taolo. Tutkin kelmayaptimi deydi. Puling bormi deydi, miskinni qonini boq deyapti. Miskin nima qiladi u paytda? O quldorchilik sunmaydi 6-asrdagi. Yegan ovqat topa olmayapti. Undan keyin ro'za tutsam, ona qonini boqadi deb ro'za tutyapti. Tushundingizmi? Endi shu oyat shu mazmunda turibdi. Demak, pulini berib birovning qonini boqolmaydiganlar ro'za tutyapti. Pulini beradigan boyvachalar ro'zaga toqati yo'q, chanqoqqa toqati, ochlikka toqati, issiqqa toqati yo'qlar, o'sha ro'za tutganning qonini iftorda boqib qo'yapti. Davomida endi bu oyatni faman tatawa khayran fa huwa khayrullah. Kim deyapti Alloh taolo. Oshiqcha tatavvo degan narsa nafilni aytadi. Oshiqcha bersa fa huwa khayrullah, o'ziga yaxshi. Ya'ni bitta miskin boqib qo'ysamlar bo'ldi deb bittaga bermasdan ikkitaga bersa, uchtaga bersa, hokazo 10 taga bersa, o'ziga yaxshi deb Xudo taolo boylarni pishiqlikdan ham nima qilyapti? Boshqa tomonga chiqaryapti. Bittani berib qo'yma, senga Xudo ro'za tutmasang bo'laveradi deb o'zi bergan boylikni fidya qilib ber, kambag'alga deyaptimi? Oshchasiga bilan bersang o'zingga yaxshi deyapti. Va antasumu khayrul lakum in kuntum ta'lamun, ki Alloh taolo aytayaptiki, ro'za tutmoqinglar agar bilsanglar, ey boylar, sizlarga yaxshidir deyapti. Pulni berib, qonini boqib qo'yish bilan ro'zadan qutulasiz-ku. Lekin shu bir miskinni boqqandan ko'ra 3-4 ta miskin boqsangiz yaxshi. Lekin agar yaxshiroq biladigan bo'lsangiz, ro'za tutganingiz undan yaxshi dedi. Bu oyat mana shu holatda kuchdan qolmadi aytganlarni beradigan mazmuni shu. Endi bu oyatda kuchdan qoldi deganlarning mazmuni shu bo'lsa, kuchdan qolmaganlarning mazmuni nima bo'ladi desa, kuchdan qolmaganlarning mazmuni shunga o'tadi ekan. Va alallazina yutiqunahu na oldiga va alallazina la yutiqunahu la degan so'zni qo'yib, keyin
tafsir aytadi. Bu ham shu sahobiylarimizdan bo'layotgan Ibn Abbos roziyallohu anhumoni tafsirlari shu. Bunda aytiladiki, roza tutishga yaramaydiganlaringiz kasallik sabab, tepadagi kasallik yoki bir safar sabab tutolmasangiz, siz bir miskinni qonini boqing degan hukm bu deydi. Shu bir miskinni qonini boqqandan ko'ra safardagilar kasallar 2-3 tani boqsangiz undan yaxshi. Lekin safarda bo'lsangiz ham, kasal bo'lsangiz ham roza tutganingiz undan yaxshi deb, mana bo'ladi deb Ibn Abbos roziyallohu anhu va bu kishiga qo'shilgan mufassirlar bu oyat kuchdan qolmagan. Bu tutmaslikka ruxsati tagida fidya bor. Fidyani ko'proq berishlik qiziqtiruv bor. Tutmoq undan yaxshi degan undan qiziqtiruv bor deb turib keyin sharhlab aytadi ekan, kasal bo'lib turib, safarda bo'lib turib roza tutmagan odam deydi. Fidyani bergandan keyin qazosini ham tutib beradi. Bu vaqtlik ish bu deydi. Fidya bilan qutulmadi deydi. Tushundingizmi? Endi buni fuqaholar bu oyatni Payg'ambarimiz alayhisolatu vassallamni tutgan usullariga suyangan holatda boshqa kuchga kirgizadi. Ya'ni o'sha kasal borasida ketadi gap. Bugunlik biz yurgizadigan so'zni asli o'zi ham shu. Kasal odamlar roza tutmasdan fidya berib qo'ysa bo'laverar ekan, bitta sadaqa fitr ekan deb oyatni tushunmaydigan yoki yuzaki tafsir ko'rgan yoki bir diniy saviyasi, fiqhiy saviyasi uncha chuqur bo'lmagan sayoz ba'zi birlar mana kasal odamlar fidya bersa bo'laveradi. Ayazga ayting fidya beraversin, dadangizga ayting fidya beraversin deb darrov fatvo chiqarib qo'yadi. Ha desa kasal deyapti deydi. Lekin kasal deganni ichiga biznikilar qo'yadigan shart shundoq kasal ekan deydi. U kasal to o'lguncha tuzalmas kasal deydi. To o'lgungacha tuzalmas kasal bo'lib, u kasal ham aynan roza tuttirmaydigan kasal bo'lsa, demak bu kasal qayga keldi? Oshqozonga taalluqli kasal bo'ladi. Chunki tuzalmas kasal bir odamning ko'zi ko'r, tuzalmas kasal, qulog'i kar, tuzalmas kasal, oyoq kesilgan, tuzalmas kasal. Bu bunga taalluqli yeri yo'q. Bu demak oshqozonga kelib to'xtadi. Yoki shu ovqat yemasa turolmaydigan boshqa bir kasallik. Buni biz sahar deb qo'yadimi, qand diabet deb qo'yadi. Shular. Lekin qand diabet desa hammaga emas, u qand diabet ham turi ko'p ekan. Kimdir chanqar ekan, kimdir och qolar ekan, kimdir o chanqamasdan, och qolmasdan ham diabet bo'lar ekan. Turi ko'p ekan bu narsani. Endi bu o'sha odam chanqoqqa chidamaydigan, ichmasa turolmaydigan, yemasa turolmaydigan sahar bo'lsa va bu saharida davomat o'lgungacha shunda ketadigan bo'lsa, biror bir kun ham roza tutolmaydigan bo'lsa, undan keyin bu odam kiradi deydi. Farazan shu sahar bo'lgan odam yoki oshqozoni kasal bo'lib qolgan odam Ramazon oyini rozasini dumma-dum paydarpay bir oy tutishga yaramaydi. Lekin bir kun, 2 kun tuta oladi, keyin og'rib qoladi, to'xtab qoladi, 3-4 kun dam olgandan keyin tutsa, yana bo'laveradigan ish bor. Bu odam o'sha tuta olmay qoladigan kunlarda qattiq og'rib ketganda tutmay turadi. Tuoladigan kunlarda tutadi. Keyin o oyning oxiriga borib, necha kun tuta olmadi, shuni hisoblaydi. Masalan, farazan bu odam 10 kun tutdi, 20 kun tuta olmadi. 20 kunlik qazoni bu odam sekin yil davomida bir kundan qilib 20 kun tutib beradi. Toqatiga qarab. Qutulmaydi bu bilan. Tushunyapsizmi gap qayda? Safar erta kunda bu bugunlik kunda ham musofirlar roza tutadi. Bular safardaman deb iddao qilmasin. Bu safardagilar roza tutmasin deyotgan gap o'sha davrni holatdan kelib chiqqan bo'lib, bugunlik kunda yarim kechada ham oshxonada ishlaydi. Ayniqsa ro'zani kunida. To'g'rimi? Bu safardagi odam bir ovqat qilishdan, boshqa qilishdan qiynalib qolib, safar yuradimi, yeydimi? Shuning uchun qiynalmasin safarini shu
maqsadi hosil bo'lsin, dunyoviy narsasi deb berilgan yengillik bugun ishlamasligi mumkin 90%ga. Nima uchun desa, siz poyezdda ketasizmi, avtobusda ketasizmi, samolyotda ketasizmi, ovqat oldiga shuna keladi. Yolg'onmi? Poyezdda paravatniga aytsa choy damlab beradi, to'g'rimi? Stansiyalarda tuxumlarni pishirgan, nonlarni ko'tarib turgan odamlarni ko'rasiz. Mumkinmi? Mumkin. Samolyotda ashuncha bor. Menyusi bilan savdogar stüardesalar yuradi, aylantirib olib, menyuni ko'tarib, yeysan, qo'yasan qilib. Mashinada ketadiganmiz erta kunda. Xohlagan choyxonangizga borsangiz, misol alhamdulillah bugungi kunda. Tayyor zaravas tayyor, shu guruch solsa pishadigan tayyor qilib turgan yerlar bor. O shashlik degan narsani qadamingizda kerak bo'lsa, agar shu joylar halol, ishonchli bo'ladigan bo'lsa. Qisqasi, ovqat topolmaydigan, choy damlab icha olmaydigan joyning o'zi yo'q. Hatto mashinaning o'zlarida ham choy qaynatadigan holatlar bor ba'zi mashinalarda. O'zida turib, mashina ketyapti, tepalarni qo'yib qo'ysa qaynaydigan avtobuslar bor ichida turib. Bu safardagilar bahona istamasin safardaman deb. Imkon qadar bularni ham nima deb Xudo taolo tutgani yaxshi dedimi? Biz bugungi kunda ham musofirlarimizga tutdiymiz. Endi shu gap kasal tepasiga ketyapti yana. Demak, kasalimiz bir umrga bir kun bo'lsa ham tuta olmaydigan dardga ilashgan bo'lsa, u odam masalasi boshqa. Lekin bir kundan tutib shu tutolmay qolgan kunlarni to'lab berishga qodir bo'ladi. Yani odamni masalasi bunga tushmaydi. Uni masalasi fidya bermaydi. U nima qiladi? Kasallik sabab tutmaydi. Unga kapporat yo'q, jarima yo'q. Kunma-kun sekin-sekin to'ldirib beradi. Xuddi shunga o'xshagan ulamolarimiz nima deydi? Ko'hrakda bola emizayotgan kelinlarga ham tutmasa bo'ladigan narsani fatvoni beradi. O bizi qizlarimizga, kelinlarimizga men bolalikmanda deb darrov tutmay qo'yadi. U bolani shuni sut bilan emizadi. O'zi ko'hrakdan bermaydi. Bahonasini bolam bor deb bolani emizmasang, sen nimaga ro'z tutmaysan? Emizsang u bo'l. Biram ko'hraklar bor. To'rtta bola emsa ham qilt qilmaydigan odam, qizlar bor, baquvvat. Bu gap ularga o'tmaydi. Bu qachoniki sen ko'hrakdan mersang, bola shuni emsa, sen ro'zador bo'lib, holdan toyib, o'zing o'lim holatiga kelib qolishing mumkin bo'lsa, keyin senga tutma deydi, lekin qazosi bo'yningda turadi. Fidya bilan qutulmaysan. Yoki emizmayman deb bolani halokatiga qo'yish xavfi bo'ladigan bo'lsa, bunda ham shu bola o'lmas uchun emiz, o'zing halokatga uchraydigan bo'lsa, tutma degan qoida chiqadi. Lekin modomiki bu kelinimiz bolani emizmas ekan, qo'lida bolasi bo'lsa ham ko'hrakdagi bola, bu kelinimiz tutadi. Bahona ketmaydi. Mabodo tutmasa ham bu odamni zimmasiga o'tirar ekan, qazo turib qutulib ketmaydi takdirda. Endi bitta odamga, miskinga taom berib, sadaqa fitrligini berib turib qutulib ketadigan odam kim desa, bu yana qaytib aytaman, ta'kidlab. Shundoq kasal ekan yoki shundoq bir qarigan odam ekan, kundan kunga zaiflashib ketyapti, u ovqat yemasi tura olmaydigan darajada kuchdan qolayotgan odam. Qari bo'lsa emas. Shu yerda bir gap kelib qoldi, bu oshnalarimizga hazillashib gapiraman shu gapni. Bitta oshnam bor. O'zi eshitib qolsa, men dedim shu deydi. Bir kuni hazillashib menga, "Og'ayni, sizga yo'lni tor olasiz. Keng yo'llar bor ekan, siz uni masala qilmang" dedi. Xo'p, nimani tor qilibman? Nima keng ekan? Qaysi masalada siz mendan qoniqmasdan boshqa masalani xursand bo'lib gapiryapsiz desam, "Ha, bizning masjidda bitta domla shayxlarga ro'z tutmasa bo'laveradi. Odam 50 ga kirgandan shayx bo'lib qolar ekan, men tutmasam bo'laverar ekan" deyapti. 50 ga kirgan shayx desa, oqsoqol desa tutmasa bo'laveradi degan bo'lsa, hech kim tutmaydi. Odamlar 25 yoshdan soqoli oqib ketyapti kimlardir. Chach to'kilib ketyapti. Ana shayxlar tutmasin dedi-yu. Deb u haligi kinoya qilib haligi domlani masalasini menga masxara qilib gapiryapti. Mana bo'lar ekan o'zi. Siz bo'lsa bizga tutasan deb qattiq turasiz. Mana bunaqa domlar, haqiqiy domla mana.
haqiqiy mana ilmli odam ekan mana deydi. O'ylangchi endi, shayx degan odam 50 yoshdan keyin odam shayx deydi. Ya'ni chol degan gapga kiradi arablarda. Shu 50 kirgan odam hozir qaltirab qolgan bo'ladi bizda, uylanaman deyapti. Biz 50 kirganlar. To'g'rimi? 50 kirganlar emas. Qani hoji akamiz mavzu o'tiradi. 90 ga kirgan odam nafl ro'zalar tutadi. Dushanba, payshanba. Bir kun anaqa Rajabni nima yo Barotni bir ro'zasini so'radi, ertaga tutamiz. Alhamdulillah deb var. Ishligimiz ham men bugun tuta olmay qoldim degan vahima tushib qoldim deydi. 93 ga kirgan chol. Agar adamimiz stol tepasiga chiqib kanetayda o'tiribdi hozir. Quloq ham eshitmaydi bechorani. Bu 93 ga kirgan chol ro'za tutayotganda 50 kirgan odam qandoq men shayxman, chol bo'lib qoldim deb tutmasligi mumkin. Shayx tutmaydigan gap shayxul foniy deydi. Ya'ni kundan kunga ojizlanib ketayotgan, hech narsaga yaramay qolayotgan cholli yoki kampirni ro'za quvvati yo'q. Keyin ham bu turqida yosharib ketmaydi. Kundan kunga zaiflashayotgandek. Bir kun ham bo'lsa qozoga yaramasa yoki o'sha kasallar keyin ham bir kundan tutib berishga yaramasa, umum kasal bo'lsa, bu odamlar bir miskinni qonini to'ydiradigan darajada har kuniga pidya beradi deydi. Darrov pidyaga kirib keta olmaydi. Va ayam qariydi, domlar necha pul pidya beramiz deb bittasi pul ko'tarib kelyapti. Sen ayamdan so'ra oldin. Tuta oladimi, tuta olmaydimi? Boya gap. Bir kun qilib Ramazon ichida necha kun tuta oladi agar holatiga qarab. Tuta olsa tutgan kunini tutadi. Tuta olmagan kunini o'lgungacha qozosini tutib beradi sekin-sekin. Umuman tuta olmaydigan bo'lsa, uni pidya beriladi. Pidya berganda ham 30 kundan oldin bermaydi-da. Bir kun o'tdimi, bir kundan keyin beradi. Misol, o'sha kasal bugun iftorga borsa o'lmasdan, iftorda bo'yniga 1 kilo pidya tushadi. Ertagalik ro'za unga bo'yniga tushmaydi, chunki ertaga yashaydi, yashamaydi, oldin yashasin. Yashab eson iftorga borsin. Iftorga yetmasdan o'lib ketsa, gap yo'q, qutulaveradi. Iftorga yetgandan keyin nima 1 kun yashadi, ro'za tutolmadi hukm beriladi. Nega ertasiga undan keyin ikkinchi kuni pidyasini beradi. Birdan 30 kunni berib qo'ya olmaydi u. Baribir tuzalmaydi-da. O necha yildan mana kasal. Oldindan berib qo'y desa, to'g'ri, oldindan berib qo'ysang bo'ladi emas. Chunki oldindan 5 vaqt namoz o'qib qo'ymaysan, baribir o'qiyman deb. Vaqt kelsa o'qiysanmi? Ro'zani vaqt kelsa tutadimi? Vaqtga yetmay qolib o'tib ketsa-chi. U yoqqa ekson desang marhamat. Kuysam kuy savob bo'lsin desang. Aslida kun o'tdi, bo'yniga tushadi. Nariga kun o'tmagungacha bo'ynida yo'q narsa. Pidya shunaqa narsa. Endi pidyaning miqdori qancha desa, bu yerda yana bir gap bor-da. Mana endi fatvo kelgan. Fatvoda 50 so'm, adashmasam 90 so'm, yana 300 650 so'mda, 650 so'm 1000 so'mlik pidya bor. 4 xil pidya bergan. Xurmo, mayiz, arpa, bug'doyni hisoblab turib 50 so'm, 90 so'm, 650 so'm taxmin aytyapman, 1000 so'm. Tablo turib yonboshlarda. Endi bu kasal qaysi kasal? Falon pulli mashina mingan, hamma yoq tilla bilan burkalgan odam kasal. 50 so'm beradimi bu? Shansın 50 so'm biron qorni to'yadimi bugun? Taom miskin deb bir miskinni qornini to'ydirasan, 50 so'm qorni to'yadi to'ymaydimi? O sadaqa fitrda 50 so'm turibdi. 50 so'mga ertaman choy ichib bo'lmaydi. Shaxsan men 50 so'mga to'ymayman-da. Yo imomlik uchun qornim kattami, yo nafsim yomonmi? Biz to'yamiz deydi yo'llab bo'lsa bordan bitta non yeysan, bitta choy bilan bo'ladi deyish mumkin. Bitta choy, bitta non bilan qachongacha yeysiz, aytingchi. Endi shu odamlar holatdan kelib chiqib beradi. Ayda yana fatvo kelgan. Zakot beradiganlarga 245 mingga beradi degan zakot bor, tilla hisobida 31,5 mingga beradigan bor, kumush hisobida. Endi shu kasalimiz kumush hisobidagi boymi, tilla hisobidagi boymi?
kumush hisobida 31,5 ming so'm puli bor, ko'pkillagan bir qari odam bo'ladigan bo'lsa, pensiyam boshi 31 ming u yoqda pulim bor desa, 31 minglik odamimiz aytamiz, siz bo'lmasam 50 so'mni yo 90 so'mni bergay deymiz. 240 ming, 500 ming ko'kiga 100 ming, 200 ming deydiganlarga aytamiz, siz 1000 so'mdan berasiz taqsir. Sizga PDS 50 so'm, siz PDS 1000 so'mlik bo'ladi PDS. Chunki bu miskinni qonini boqsin deganda boshqa bir ma'no bor. Miskinni qonini boqsin, o'zi yeydigan o'rta ovqat bilan degan yeri ham bor. U odam o'zini yeydigan ovqati bilan miskinni boqsin, o'zini o'rigini gap chiqsin miskin degan gap bor. Tushunyapsizmi? Boshqa nimalarda, kaforatlarda o'zing yeydigan darajadagi holatda boqasan miskinni, o'rta holat degan. Endi shu boyi gapda meniki. 50 ga meni qonim to'ymaganda, meni qonim qanchaga to'yadi? Men o'zimni nima deydi? Holatimdagi yemog'imga qarab turib miskinni qonini boqaman. Demak, bu dinimiz yuzaki narsa emas-da. Ham ro'za tutma. Ham fidyani eng pastini ber. Ham boyvachcha bo'l. O dardi Xudo bergan, yo dardi Xudo beradi, to'g'ri. Sabab o'zingda, o'zing polaportish yeb saxir bo'lgansan. Ening qondan saxir bo'lib tug'ilgan emassan. Vahimaga tushib saxir bo'lgansan, qo'rqib ketgansan, qo'rqadigan ishni qilgansan, reviza bosganda saxir bo'lgandirsan, nafsingni o'g'rilik qilmaganda reviza bosmasidi, saxir bo'lmasiding. Ayb o'zingda bo'lib, yana nima mutahamchilik qilib bu yoqqa mengilik o'tasan? Men kasalman deydi. Kasalga sen Xudo kasal qilib yaratganmi? Yo o'zing bir qiladigan shariatga sig'maydigan ishlarni qilib yoki shariat senga buyurmagan ishda pulim ko'paysin deb qilib kasal bo'lib oldingmi? Dardga o'zing chalandingmi yo Xudo berdimi senga dard? O'sha dardni kelishiga o'zing sabab bo'lgan bo'lsang, insof qil-da endi. Yaratgan Parvardigor tomonidan senga bir favqulodda o'zi tug'ma kasal, boshqa kasal bo'ladigan bo'lsa, u boshqa masala. Shuning uchun yengil qilish kerak din odamlar, ba'zi domlalarga men murojaatim shuki, domlalar, siz yengillik qilib kambag'allarning haqqini qayga sopirmoqchisiz? Xudo kambag'alning haqqini u boyvachchadan talab qilyapti. Siz kambag'alga xiyonat qilib boyvachchani qo'shqo'g'ga qarayapsizmi? Erta yaratgan huzuriga borgan nima deb javob berasiz? Siz o kambag'allarni o'ylab, boylarning ham holatini o'ziga tanitib, nimalar qilmayapti, nimalar evaziga nimalar berishini ko'rsatib qo'yib, ixtiyorni o'ziga bering. Siz molni bersangiz ham bo'ladi, yengil yo'lni berib qo'ying mehribonlik qilib. Kambag'alning haqqini qo'ymol qilib, ertaga Xudoning oldida uni ham, buni ham javobini bergandan ko'ra, siz lillo gap gapirib, shariat qoidasi shu. Fidyani toifasi shu. Beradiganlarning hollari mana shu. Siz qaysi holdagi kasalsiz? Qaysi holdagi boyvachchasiz? O'shinga qarab bering deb o'ziga havola qiling. Bu o'zi bilan Xudoning o'rtasidagi bandalik ibodat. Puxta, chiroyli qilib ajrim olaman. Shu tutmaganim hisobidan Xudoyim bandam desa ajab bas deydigan bo'lsa, o'zi bildi. Menga bo'la oladi, qutulgan deydigan bo'lsa, yana o'zi bildi. Bizning maqsad nima bo'ldi? Yetkazish bo'ldi, alhamdulillah. Lekin bularni hammalarini nima dedi? Tutsang yaxshi bo'ladi deyapti. Baribir tut. Qutulish yo'q akalar. Shuning uchun darrov fidya berishni ko'yiga tushmasdan, darrov tutmayman deb bahona istamasdan eplab tuting. O'lib qolaman deysiz. Ha, o'lim keladigan bo'lsa, sog' bo'lsa ham o'laverasizmi? Tutoring. Allohdan kuch-quvvat so'rab tutoring. Nimaga? Baribir tutib beryapsiz. Keyin hamma yeb yurganda siz ro'za tutsangiz, undan aqri yo'q. To'g'rimi? Ramazonda tutgan ro'zangizga Ramazon oyini fazilati bilan ajrlarish ko'payadi. Bunda fazilat bor, savob bor. Tushunyapsizmi? Hatto bir Yahud olamda o'tarkan, shu Yahudda olamda o'tgan Yahudni o'sha vaqtni solihlaridan kimdir tush ko'rar ekan, tushida bu Yahud jannatdamish. O hayron bo'lib, sen Yahud bo'lsang, bizni dinimizda bo'lmasang, qanday jannatga kirib qolasan desa, Yahud aytar ekanki,
kichkina bolam musulmonlar Ramazon oyida ro'za tutib yurganda, shularning oldida non yetganda, shu musulmon qo'shnilarimiz ro'za tutib tursa, sen ularning oldida non yeysan deb qulog'iga bir tarsaki urdim. Shu musulmonlarning hurmati, Ramazon hurmati uchun bir tarsakiga Alloh taolo menga ajr berdi, jannat berdi degan ekan. Ne hikoya endi. Endi bir bizi dinda bo'lmagan odam, kichkina bola yesa bo'laveradi, hech bir aybi yo'q. To'g'rimi? Shuni shu vaqtida hurmatini qilmayapsan, ro'zadorlarning oldida bularni ko'zini oldida yeb, bularni ro'zasi hurmat qilmayapsan deb tergaganligi uchun otasi jannatga kirayotgan bo'lsa, siz bilan biz musulmon qandoq qilib imkoniyatimiz bo'la turib, bahraga olib meni kasalim bor deb yesak. Shu yeydiganlarga, o'shalarga ham aytadiki, sen odamlarning ichida ro'zadek tur deydi. Yeydigan bo'lsang hech kim ko'rmaydigan yerga kirib ye deydi. Hurmat ro'zani hurmat uchun deydi. Ro'za emasligini odamlarga bildirma deydi. Oshxonalar oshkora ochiq. Xotirjam odamlar obed qilayotgan. Hayron qolasiz. Ramazon oyida borasiz, umra qilgani Sabo Marvada lo'qillatib suv ichadi, zamzam suv ichadi. Yoshlar, ha desa men musofirman deydi. Sen musofir bo'lib, bu yerga kelib, bu suvni ichib, ro'za tutmagandan o'rniga uyingda o'tirib ro'za tutsang o'larmiding, boshqa kun kelsang bo'lmasmi shu? Deysizda. Bir yili Makkadan Madinaga qaytyapmiz. Ro'za holda qaytdik. Nafil ro'zamiz, 6 kunlik ro'zadamiz. Lekin shofir suriyalik ekan, oshxonaga to'xtayman mat'amga dedi, to'xtama dedi, nimaga dedi. Ro'za hamma dedi. Mashalloh dedi. Hamma ro'zamiz dedi, hammamiz ro'zamiz dedi. Ramazon tugadi dedi, 6 kun bor-ku shuni nafildamiz dedi. Mashalloh. Men necha yildan shofirlik bilan Ramazonning ichida farz kunlarida odamlar musofirman to'xtaysan-da men bilan to'polon qiladi. Endi birinchi marta ko'ryapman men. Butun boshli avtobusni yana nafil ro'za ketayotganini ko'ryapman. Mashalloh, atinkim qadasan deb shu hayron qolib ketyapti. Ko'rmagan ekan bu bechora nafil ro'za tutgan odamni. U farzni ham tutmaydi odamlar safarga chiqdim deb. Endi bu dunyoda shunaqangi yengil gap gapiradigan soxta domlalar ko'paydi. Soxta fatvolar ko'paydi. Odamlar ibodat qilmay qo'ydi. Ibodatga hamiyati yo'q. Namozni ham xohlaganda o'qiydi, xohlagan yerda o'qiydi, xohlagan usulida o'qiydi. Toratini ko'rsang, umuman bir toratga o'xshamaydigan ishlarni qiladi. Ro'zasi ham shu, umrasi ham shu. Nomi bor xolos. Shu hujrada o'qib yurganda bir hadismi ekan yo bir rivoyatmi, asarmi bilmayman. Shuni bir ko'rgandim. Qiyomat qayimga yaqin bir namoz o'qib berishga yaraydigan imom qolmaydi. Odamlar namoz nimaligini bilmay qoladi. Shunda bu odamlar o'qigan namozga savob berilmaydi. Shu namoz deb egilib turganiga Xudo taolo e'tibor beradi xolos degan mazmunda bir narsani ko'rganman. Shunga kelyapmiz-da. Necha yillar namoz o'qiydi, qana namoz o'qiyotganini o'zi bilmaydi. Kechagina aeroportda juplab o'qiydiganlar bor. Aeroportda masjidda kichkina shom o'qigandan keyin takbir aytib xufton o'qiyapti. Bir jamoat. Shom o'qimaganlar keyin xuftonga iqtido qildi. O'zimizda umradan kelayotgan o'zimizkilar o'qildi bu ishni. Qarab tursam shu 2 rakat o'qib chiqib ketyapti. Shom o'qitdi, u xufton 2 rakat o'qidi bu qasr. Sen shom o'qishing 3 rakat. Qachib ketyapsan desangiz, birovning gruppasi. Demak desangiz, hamma shuni qiladi. Bu nima o'qiyotganini o'zlari bilmaydi. Tushunyapsizmi? Xudo qo'ysa bo'ldi, u imom kim, nima namoz o'qiyapti? Sen nima o'qimoqchi eding? Surishtirmaysanmi? Yo bir asha olib borayotgan umravoshisi tushuntirmaydimi desang, umravoshi o'zi shantirapa ekanda. O'zi e'tibor yo'q ekan bu narsaga. Bu ibodatga ketgan odamlar shu turishida nechta namozni qazo qildi? Umra farz emas edi, umra sunnat edi.
Bir sunnatni bajaraman deb qancha namozni qazo qilib, qancha namozni tark qildi bu bechoralar. Kechagina avvalgi jumlada aytildi-yu, qasr quraman deb shaharni vayron qilmadim bular. Umra qilaman deb ne namozlarni qazo qildi. Qancha bo'yni gunoh oldi bu bechoralar. O'qigan emas, eshitgan emas, olib borayotgan ham e'tibori yo'q, tergamaydi, tushuntirmaydi, aytmaydi. Bechorani ham bechorasida u bechoralar. Hayib umr. Eskina umr sizlarga deysizda. Na namozi to'g'ri bechorani, na tahorati to'g'ri, na ibodat qilgan umrasi to'g'ri bo'lsin bechoralarni. Xudo hammamizni bandam desin. Shuning uchun bu narsalarni aka-ukalar pastdagi oyat kalimaga yeta olmadik. Hazagamiga pidega odamlarni ruxsat beradigan domlalar, dinni shariatni keng ushlash kerak deydiganlar, ko'zingizni katta ochib oling. Ertaga javob berasiz. Gapirgan gapingiz uchun. Tushunyapsizmi? Had desa mana deb telefonni ko'rsata olmang. Telefondagilarni gapirayotgan gaplarini 100dan 90i noto'g'ri chiqyapti. Hazagam yengil gapiradiganlar telefonga chiqib olib gapiryapti. Chunki u mehrobda gapira olmaydi, mahrumdir mehrobdan u. O telefonda gapiryapti. Telefonda bulg'ayapti yurtni. Musulmonlar telefonda bulg'ayapti. Endi mikrofonda turganlari ham obod bo'lmay qoldi hozir. Yengil gapiryapti. Akalar, kitob ko'ringlar. Bir gapni gapirishdan oldin bir tushunchilab kitob ko'ringlar. Kitob ko'rishga yaramasanglar, kitob biladiganlar bilan o'tirib, men mana jumaga mana gapni gapirmoqchiman. Shu narsani bir o'tkazib olay sizdan. Qayerda nima deyishim kerak? Deng. Fiqhiy gaplarni gapirayotganingizda, xosatan e'tiqodga taalluqli bo'lgan masalalarni gapirayotganda hushyor bo'ling. O hikoyangiz bo'lsa aytavering hikoyangiz. Lekin hikoyangiz bilan baro jannatga ham kirmaydi. Ovora bo'lmang. Hikoyani eshitasiz, hech narsa o'zgarmaydi. Vaqt ketdi xolos. Mana bunaqangi hukm bo'lgan ibodat nima, kimga pidya buyuriydi, qancha buyuriydi, shularni odam chuqur o'rganadigan bo'lsa, o'tirib undan tutib qo'yaveradi deydi. Alloh taolo tut demaydi-yu, lekin tutadigan tomonga hamma narsani oqozib qo'yadi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ham tutinglar demaydilar-ku buyurib. O'sha chiroyli qilib tutadigan yo'llarga olib kirib qo'yadi hammamda tushunsiz. Ibodat qilmaslikni, xosatan shu farz bo'lgan ibodatlarni yengilligini hech qachon ko'rmaysiz. Tahoratni yovuz tayammum qil deyapti. To'g'rimi namozga? Tikka turib o'qiyapsiz, o'tirib o'qi deyapti. O'tirib o'qiyapsiz, yotib imoysha bilan o'qi deyapti. O kallang qimirlashga yaramay qolganingda, Alloh agar shifo berib tuzalib qolsam, qozoqni o'qib beraman deb niyating bilan yot deyapti. O'qimay qo'y demayapti. O'qimaslikka yo'l yo'q akalar. Hazakamiga odamlar tayammum qilaveradi boradi. Nimaga tayammum qiladi bu odam? Ko'zi shamollab qoldi. Ko'zi shamollamagan-ku buni. Oyog'i shamollamagan-ku, qo'li shamollamagan-ku buni. Uzrli ekan deydi. Sen kimsan buni uzrli tayammumga buyuriydi? O'tirib o'qiring deb qo'yadi. O'tirib o'qiring desa, hamma masjidlarda stol qo'yib oldi. Kreslargacha qo'yib oldi xatmlarda. Ey domlalar, tosh otasizmi menga, boshqa deysizmi? Qani aytingchi, stolda sog' odam o'tirib ovqat yeyishligi harommi, harom emasmi? Harom. Karohiyat bobiga kiring fiqh kitoblarida. Xonda o'tirib ovqat yeyishni harom deydi. Makruh tahrimi deydi. Ovqatniki xonda yeyishning makruh tahrimi bo'lganda, stolda o'tirish Allohga bo'ladigan qulchilikda. Bu kibrlikmi, kibrlik emasmi? Sahobiyalarimiz ham kasal bo'lgan, lekin ular o'tirib o'qigan. U vaqtda stol yo'qmidi. Stol bo'lmasa, ko'tingga yostiq qo'yib ol desa bo'lardi. Tashiga o'tirib ol desa bo'lardi. Demadi-ku ulamolar. Attahiyatga o'tirganda o'tirasan dedi, o'tirib o'qiydigan bo'lsang. Oyog'ing shunday ham bo'lmasa, cho'zib al qibla tomonga dedi. Lekin tagingga bir narsa qo'yib o'tir degan masala yo'q. Bu kitob yozilgan vaqtda stol yo'q paytda bo'lgan emas bu ish. Chunki payg'ambarimiz alayhisalom davrlarida ham stollar bo'lgan. Podshohlar kreslalar bo'lgan-ku.
O'tiradigan joylar, ayvonlar bo'lgan, supalar bo'lgan-ku. O supaga o'tir desa bo'lardi, oyog'ini sangillatib. Deyilmadi-yu. Sizlar qanaqa qilib dadanglarga mehribonlik qilib stolni zo'rini olib kirib beryapsizlarki, birovlarga men dadang mana mehribonman, zo'r stol qo'yib berdim deysiz. Haramga qaraydigan bo'lsangiz, hamma stolda o'tiradi. Yosh ham stolda o'tiradi. Bu ibodat, bu stolga o'tirish mumkin emas. Qazakamga o'tirib olyapti odamlar. Nima siz stolga o'tirasiz? Orayapsiz. Onam mendan yosh o'tiribdi deyapti bittasi. O sendan yosh o'tirsa, sen ham o'tirib olasan. Xudo hammamizga insof bersin. Yordam so'rab kelgan odam bor ekan mayda. Telefon nomerini ham yozib qo'ydi. Bolamni operatsiya qilishim kerak, mablag'im yetmaydi deb. 558 09 19 99 nomer bilan ekan. Masimizga ehson qilgan odamlar bor ekan. Ota-onasi haqqiga savob uyida ehson qildi bir kishi. Yana bir kishimiz Alloh yo'lida ehson qildi. Yana noma'lum kishi turmadagi mahbuslar haqqiga mushkullarni oson bo'lsin deb ehson qildi. Yana bir noma'lum kishi o'tib ketgan ota-onasiga ehson qildi. Yana bir noma'lum yigit Alloh yo'lida ehson qildi. Yana bir noma'lum yigit o'tganlar uchun ehson qildi. Yana bir yigit, bir kishi Alloh yo'lida ehson qildi. Yana bir noma'lum kishi olamda o'tganlar uchun deb ehson qildi. Bu xat ekan, omonat ekan. Subhana robbika robbil izzati amma yasifuna va salamun alal mursalin. Valhamdulillahi robbil alamin. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalamu ala rasulillah. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga, jamiki mo'min musulmonlarga puxta, chiroyli, ixlosli ibodat qilishni Alloh nasib qilsin. Qilayotgan amallarimizni to'g'ri yo'lga tushishiga domlalarimizni xizmat qildirgin Parvardigor. Eshitganlarni shunga ixlos bilan eshitib amal qilishni nasib qilgin Parvardigor. Dinni bulg'aydigan cholim mullalarimizga Alloh insof ber. Insof bermasang bularni vakillatmagin Parvardigor. Va bularning gapiga xalqni e'tibor qildirmagin Parvardigor. Haqni haq tanib, haqqa ergashmoqligimizni, o'zgalarni ham ergashtirishimizni Alloh nasib ayla. Nohaqni nohaq tanib, nohaqlikdan chekinmoqligini, o'zgalarni ham chekinishni Alloh nasib qilsin Parvardigor. Hammalarimizni savobli, xayrli ishlarimizni va masimizga qilingan xayr ihsonni Alloh subhanahu va taolo qabul aylagin. Nima deb ihson qilgan bo'lsa Alloh subhanahu va taolo o'zimiz kutgandan ziyoda qilib bergin Parvardigor. Olamda o'tganlarimizni sog'lomdan bahramand rahmating yo'g'in. Hayotda turganimiz ibodat, shuni hayot bilan ta'minlagin. Oxiri holimizni kalima toyiba qabul bo'lgan tavba qilgin Parvardigor. Orqamizdan diniy xizmat qiladigan, haqqimizga duo qilgan solih zurriyat, yor birodar, muxlislarimizni qoldirgin. Kasallarimizni Alloh subhanahu shifo kamila ber. Mahbuslarimizni najot yengillik ber. Musofirlarimizga sharoitlarni keng qil, ibodatlarni puxta qildirgin Parvardigor. Kimda nima hojati bo'lsa Alloh subhanahu va taolo hojatlarni ravo qil Parvardigor. O'zingga omonatmiz Parvardigor. O'zing bizlarni bandam degin. Yurtimizni ham tinch obod qil, har balo ofatdan asragin. Ustimizga dinni g'aminadigan, musulmonlar manfaat o'ylaydigan, ilmiga amal qilgan solih odamlar rahbar qilgin. Kofir, munofiq, fosiq, zolim, muttahamlar ustimizga rahbar qilmagin. Ularning qo'llari biz mo'min musulmon fitna qilishga bermagin Parvardigor. La ilaha illalloh. La ilaha illalloh val avval val zohir val batin bil khair va huwa ala kulli shay'in qodir. Bi fazlika va karamik. Allahumma salli va sallim barik alayhi bi rahmatika ya arhamar rahimin.